Qadrdonlar, sizlarning ham shunaqa eng yaqin insoninglar bormi? Ya'ni har qanday vaziyatda boshingizga qanaqa muammo tushdan qat'iy nazar labbay deb turadigan. Menda bor shunaqa insonlar va shunaqa insonlarimdan biri eng yaqin insonim va biz u bilan Makkada ko'rishamiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Hech qachon unutmayman bu insonni. Onam operatsiya bo'lishi kerak, juda katta summa kerak bo'lgan paytda labbay deb oldimga chiqib yordam bergan inson. Gap pulda emas. Har qanday vaziyatimda yonimda turadi. Alhamdulillah. Hozir topamiz. Abbas خود زهرا کیده ناماقام واسل سید سر و خاک دمیم شای الله دایم Assalomu alaykum. Qahramon, rahmatullohi qadrdonim. Ko'rishgan joyim. Alhamdulillah. تشنو بین شانیم راقه